20 daqiqada aeroportga yetkazib qo'ya olasizmi? 20 daqiqada yetkazgani qolmay, buterbrodni ham tushirishga ulguraman. Qani ketdik. Mana ketdik. Omadingiz bor ekan. Qishda Marselda turistlar kamayib, ko'chalar quvurlab qoladi. Ha, omadim bor ekan. Kim u? Menimcha Daniel bo'lsa kerak. Bundan boshqa kim bo'lardi? Bu o'sha tentak. Gar o'ynayman, politsiya uni hech qachon ushlay olmaydi. Chin ursin 298 kilometr. Oq taksi soatiga 298 kilometr tezlikda uchib ketyapti. Qaytaraman 298 kilometr. Sizni tushundim, yo'lga tushamiz. Hammalar uxlab qoldimi deb xavotirga tusha boshlagandim. Bu nima, politsiyami? Yo'q, meni do'stlarim, ba'zan poyga o'ynab turamiz. Raqamni yoza olasanmi? Ko'ramiz. Marsellik olimpiyachilari qani olg'a. Bu mashina raqami emas, bu Emil. Endi yetib bo'psanlar. Buncha yemillaysan. Bundan tez yurib bo'lmaydi. Qayerda tushasiz? Xuddi shu yerda bo'ldi. 19 daqiqa 32 soniya.